Qotiban Allohning oti bilan. Usul-u Salasa kitobi. Ya'ni 3 asos. Bu kitob hammaga mashhur Shayx Muhammad bin Abdul Vahhab rahimahullohning kitobidir. Va bu kitob nihoyatda muhim, qiymatli kitoblardan biridir. Kichkina bo'lishiga qaramasdan juda qiymatli ma'lumotlarni o'zini ichiga olgan. O'zi 3 asos degani 3 masala. Qaysi masala u? Har bitta insonning boshiga keladigan masala. Bu 3 ta mavzu har bitta insondan so'raladigan mavzu. Musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, qaysi mazhabda bo'lsa bo'lsin, qaysi firqada bo'lsa ham Allohga qasam ichib aytamanki, mana shu 3 ta masalaga muhtoj bo'ladi. Endi 3 ta masalaga muhtoj bo'ladi degani Usul-u Salasa kitobiga muhtoj bo'ladi degani emas. G'ulu qilmaslik kerak. Bu kitob shu 3 ta masalani bayon qiladi. 3 ta masalaga har bitta inson muhtoj bo'ladi. Ajib. Bu nima masala ekan 3 ta masala? Har bitta inson muhtoj bo'lsa. Har bitta inson o'lgandan keyin qabriga boradi. Va har bitta insondan munkar nakir so'raydi. Man robbuk? Robbing kim deb. Birinchisi. Va man nabiyuk? Payg'ambaring kim? Ikkinchi masala. Va ma dinuk? Dining nima? Bu kitobni 3 asos deb atalganligini sababi shu. Bu kitobda shu 3 masala o'rgatiladi. Robbi Alloh, Robbim Allohdir deyishni o'rgatadi. Nabiy Muhammadun sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarim Muhammad sallallohu alayhi vasallamdir. Dini al-Islam. Dinim esa islomdir deyishni o'rgatadi. Dalillar bilan o'rgatadi. Shuning uchun bu 3 masala har bitta insonga farz. Har bitta inson muhtoj bo'ladi. Har bitta inson qabrda shu savolga ro'baro keladi va uni javobini berish kerak. Shayx insonlarga achinganligi uchun shu 3 ta masalani o'rgatib bir kitob yozyaptiki, shu dunyodaligimizda diqqat qilinglar, shuni o'rganib olinglar, qabrda javob berishlaringiz oson bo'ladi. Mana shu 3 ta masalani o'zini ichiga olganligi uchun bu kitob juda qiymatli bir kitobdir. Va shayx o'zining kitobini basmala bilan boshladi. Bismillahirrohmanirrohim dedi. Qur'onga ergashgan holatda, chunki Qur'on bismillah bilan boshlangan. Va payg'ambarimiz alayhisalomning qavli va fi'li sunnatlariga ergashgan holatda. Zotan tarixda o'tgan butun payg'ambarlar bir kitob yozsa, xat yozsa basmala bilan boshlashar edi. Shuning uchun butun salaf solih, butun ulamolarning sunnatidir bu. Va islomning shioridir. Kofirlar o'zlarini botil butlarini oti bilan ish boshlaydi. Biz mana Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Ham yana zikr bo'lyapti. Zikr bo'lgandan keyin savob bo'ladi, ajr bo'ladi, rahmat, barakat nozil bo'ladi. Va yana Allohning ismi zikr qilinganiga uchun shayton qochadi. Shaytondan mahfuz bo'lasiz, vasvasa qilolmaydi. Va yana payg'ambarimiz alayhisalom aytganlar: "Kullu amrin zibalin la yubda fihi bi bismillah fa huwa abtaru." Har bir muhim ish bismillah bilan boshlanmasa u kesikdir, oxiriga yetmaydi deganlar. Bu kishi bismillah bilan boshlayaptilarki, mana bir solih, go'zal amal boshladim, shu oxiriga yetsin degan niyatda. Keyin "I'lam rahimakallohu" deb kitob boshlanyapti. Boshqa ko'pchilik kitoblarga qarasangiz basmaladan keyin hamdala zikr qilingan. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. yoki nahmadulloha shunga o'xshagan, ya'ni hamd sano bilan boshlangan. Basmaladan keyin hamd sano zikr qilishlik kerak. Uni to'g'risida ham oyat hadislardan dalillar bor. Mana Qur'on basmaladan keyin alhamdulillah bilan boshlandi. Endi nima uchun bu yerda zikr qilinmadi? Ba'zilar aytadiki, ya'ni kichkinagina bir risola kitobcha bo'lganligi uchun zikr qilmadi deydi. Ba'zilar aytadi shayx yozganda shogirdlari yozmadi deydi. Ba'zilar aytadiki, aslida shayx bir katta kitob yozganlar, lekin shogirdlari buni kichkina bo'lim shu 3 asos, 4 asos, 6 asos qilib odamlarga o'qib o'rganish oson bo'lsin deb kichkina risolalarga bo'lib yuborishdi. Lekin katta kitobligida shayx yozgan edi
degan har xil javoblarni beradi, lekin baribir yozish kerak edi. Ya'ni yozish vojib emas, u sunnat muakkada emas, lekin mustahab. Va shayx i'lam deyaptilar. Bilginki, rahimakallohu, Alloh senga marhamat qilsin. Annahu, albatta u yajibu vojib bo'ladi alayna, bizga, bizning ustimizga. Ta'allumu o'rganmoq arba'i masaila, 4 masalalarni. Mana kalima tarjima qilinsa shunday bo'ladi. Endi buni fasih o'zbekcha tarjimasi: Alloh senga marhamat qilsin, bizlarga 4 masalalarni o'rganishlik vojib bo'lishligini bilgin bo'ladi. Bu mana fasih o'zbekcha tarjimasi. Shayx i'lam deb boshlayaptilar. Nimaga? Qur'onga va hadisga ergashib. Chunki ba'zi oyatlarda shunday bilishlikka amr zikr qilinadi. I'lam. Va hadislarda ham payg'ambarimiz alayhisalom i'lam, i'lamu deganlar. Shunga ergashib turib i'lam deyaptilar. Ikkinchisi, ilmga targ'ib beryaptilar. I'lam, bilgin deyapti. Ilm hosil qilgin, ilm o'rgangin deyapti. Chunki ilm hamma narsadan oldindir. Ilm bo'lmasa hech qanday amalingiz qabul bo'lmaydi. Qanchalik go'zal amal qilsangiz qiling, baribir mardud, rad bo'ladi. Va shayx buyruq qilyaptilar. I'lam, bil deb buyuryaptilar. Ya'ni muhimligini bildirib, ahamiyatini bildirib buyruq qilyaptilar. Endi buyrug'i qanday? Ba'zida masalan buyruq qiladi bir kibr qilib, ba'zida buyruq qiladi pastga urib, ba'zida buyruq qiladi boshqa ma'noda. Rahimakallohu, Alloh senga marhamat qilsin deyaptilar. Bu duosidan ma'lum bo'lyaptiki, buyrug'i bizga yaxshilikni ravo ko'rganligidan bo'lyapti. Bir o'zini katta tutib, bizni haqorat qilib, o'quvchilarni pastga urgan holatda emas. Balki ilmga chaqirib, masalan Qur'onda Alloh taolo iqro, o'qi deb buyuryapti Alloh taolo. Alloh senga marhamat qilsin deyaptilar. Alloh taolo bir quliga marhamat qilsa, uni gunohlarini kechirgan bo'ladi. Va qolgan hayotida gunohlardan saqlagan bo'ladi. Qarang, o'quvchilarga nihoyatda go'zal bir duoni qildilar. O'quvchilarga o'zining mehrini, muhabbatini, shafqatini izhor qilyaptilar. Alloh senga marhamat qilsin deyaptilar. Ba'zi insonlar bu kitoblarni o'qimaylar, zarar qiladi, falon, piston deydi. Ana bu kishi o'zining marhamatini ko'rsatyapti. Shafqatini ko'rsatyapti. Xayrixoh, ya'ni yaxshilikni ravo ko'rishligini ko'rsatib, rahimakalloh deyapti. Alloh senga marhamat qilsin deyapti. O'tgan hayotingdagi butun gunohlarni kechirsin, qolgan hayotingdagi gunohlardan saqlab, o'zi rozi bo'ladigan yo'lga hidoyat qilsin deyapti. Qani, shunday go'zal bir duoni qilyaptilar. Demak, bu kishi hech kimga bir yomon niyati yo'q. Insonlarga bir yaxshilik bo'lishligini xohlayapti. Ilmga buyurgan va Allohning rahmati bo'lsin deb duo qilgan odam yomon inson bo'ladimi? Albatta alayna, biz ustimizga vojib bo'ladi deyaptilar. Qarang, alayna hammamizga deyaptilar. I'lam degandan keyin meni ham ustimga deyapti. Menga ham vojib bo'ladi, senga ham vojib bo'ladi. Hammaga vojib bo'ladi 4 masalalarni o'rganishlik. 4 ta masala bor. 3 masala hali kitobda o'rtasida keladi. Hozir 4 ta masala. Nima bular 4 ta masalalar? Al-ula al-ilmu. Birinchisi ilmdir. Ilm, bilmoq. Har bitta insonga ilm vojibdir. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ilm talab qilishlik har bir musulmonga farzdir. Ilmni farzligi, vojibligi to'g'risida oyatlardan, hadislardan dalillar nihoyatda ko'p. Endi ilmdan maqsad nima? Mana hamma inson o'zicha ilm o'qiyapmiz deb yuribdi. Nimalarni o'rganyapti? Biz ilm o'rganganimizda nimani o'rganishligimiz kerak? Nimadan boshlashligimiz kerak? Va huwa ma'rifatulloh, va u Allohni tanimoqdir. Ilmdan maqsad avvalo Allohni tanishlik. Biz avvalo Allohni tanishligimiz kerak, Robbimizni tanishligimiz kerak. Va ma'rifatu nabiyhi, va Allohning payg'ambarini tanimoq. Ya'ni payg'ambarimizni tanishligimiz kerak. Muhammad sallallohu alayhi va sallamni tanishligimiz kerak.
va ma'rifatu dinil islam bil adillati. Va islom dinini dalillari bilan tanishlik. Qarang, islom dini nima? Uni tanishligimiz kerak. Va bu uchalasi ham dalillari bilan bo'lishlik kerak. Ham naqliy dalil, shar'iy oyatdan, hadisdan va aqliy dalillar bilan. Toki o'zimizda ham mana shu to'g'risida bir ilm hosil bo'ladi. Biz Allohni tanishda, payg'ambarni tanishda, dinimizni tanishlikda taqlidga muhtoj bo'lmaymiz. Mullalarga muhtoj bo'lmaymiz. Mullalar nima desa, xohlagan tarafiga yetarasa ketavermaymiz. Buning uchun ilm bo'lishlik kerak bizda dalillari bilan. Va bir inson bizdan shu masalalarda so'raganda ham bayon qilishligimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi musulmonlarning ko'pchiligiga bir yahudiy kelib, men islomni qabul qilmoqchiman, menga Allohni tanishtir desa, Alloh taolo nima desam ekan? Eng chiroyli gapsa Robbimizda yag'iga o'tolmaydi, tushuntirib bera olmaydi. Biz kofirlarni, munofiqlarni Allohga da'vat qila oladigan, Allohni tanishtira oladigan, payg'ambarimizni tanishtira oladigan, islomni tanishtira oladigan darajada ilmimiz bo'lishlik kerak. Va bu vojib, bu ilmdan maqsad shu. Siz bu narsalarni o'qimasdan boshqa narsalarni o'qib yuradigan bo'lsangiz, joiz emas. Hozirgi talab ilmlarda ko'pchiligi boshqa narsalar bilan mashg'ul. 5 yil o'qigan, 7 yil o'qigan, Robbisini tanimagan, payg'ambarni tanimagan, dinini tanimagan. Shuning uchun 5 yil o'qigani bilan qarasiz, avomdan hech qanday farqi yo'q. As-saniyatu al-amalu bihi. Ikkinchisi ilmga amal qilmoq. Ilm farz bo'ldimi? Endi ilmga amal qilishlik farz. Ilm faqatgina o'qib, maqtanishlik uchun, mashhur bo'lishlik uchun hosil qiladigan narsa emas. Ilm amal qilishlik uchun bo'ladi. Ilm o'rgandingizmi amal qilasiz. O'rgandingizmi shu zahotda amal qilasiz. E'tiqodiy bo'lsin, amaliy bo'lsin farq qilmaydi. As-salisatu ad-da'watu ilayhi. Uchinchi masala ilmga da'vat qilishlik. Ilm o'rgandingiz, amal qildingizmi, da'vat qiling. Chaqiring insonlarni. O'rgating, da'vat qiling, boshqalar ham amal qilsin. Din shu, bu farz bu. Har bittamiz ustimizdagi farz bo'lgan narsa. Endi bu yerda shu 4 ta masala farz dedik. Bu yerdagi tartib tushuntirishlik uchun bo'layapti degan tartib. Masalan, tartibdan o'ylamangki, bir inson ilmni o'rgandi, agar amal qilmasa da'vat qilishi joiz emas demang. Amal qilmasa ham da'vat qilishligi vojib bo'laveradi. Tushundingizmi? Amal qilmasa ham amal qilsin. Eng yaxshi amal qilishligi, lekin amal qilmasa ham da'vat qilishligi farz bo'ladi unga. Sahobalar so'radi: "Ya Rasululloh, biz sizdan ilm hosil qilamiz. Amal qilib keyin da'vat qilaylikmi? Yo da'vat qilaveraylikmi?" Aytdilar: "Da'vat qilaveringlar" dedilar. Ya'ni ba'zi narsalar bo'ladiki, amal qilishligingizga imkoningiz bo'lmaydi. Lekin siz da'vat qilavering. Sizning sababingizdan ba'zilar hidoyat topadi. Siz qilolmay turgan amallarni qiladi. Da'vat qilaverishlik kerak. Odamlarni chaqirishlik kerak, targ'ib berishlik kerak ilmga. Ar-rabi'atu turtinchi as-sabru 'ala al-aza fihi. Ilm yo'lidagi aziyatga sabr qilishlik. Ilm yo'lidagi aziyatga. Ya'ni siz bu yo'lga chiqdingizmi, ilm o'rgandingiz, amal qildingiz, da'vat qildingiz, albatta aziyat keladi. Shuni biling. Albatta. Kelmaydi demang. Albatta keladi. Allohga qasam ichib aytamanki, siz ilm o'rganib, amal qilib da'vat qilsangiz, albatta boshingizga musibatlar keladi. Bu g'aybdan gapirish emas. Bu butun payg'ambarlarning hayotidan bizga ochiq bir namuna. Butun payg'ambarlarning boshiga keldi. Payg'ambarlar eng mukammal insonlar edi. Ularning boshiga bunchalik musibat, bunchalik qiyinchiliklar keldimi, sizning boshingizga albatta keladi. Ammo uning uchun siz oldindan tayyor bo'ling. Hech qanday holatda bu yo'lda tark qilmang. Aziyat yaqinlaringizdan, uzoqlardan kelishi mumkin, moliy bo'lishi mumkin, joniy bo'lishi mumkin. Butun yoqimsiz narsalar. Badaniy bo'lishligi mumkin, siyosiy bo'lishi mumkin, iqtisodiy bo'lishligi mumkin. Hammasiga sabr qilasiz. Sabr nima degani? Istiqomat qilish degani. Dinga amal qilgan holatda davom etish degani. Biz zamondagi musulmonlar sabr deganda kofirlar xorlasa, zulm qilsa, xor bo'lib o'tirishdi, sabr deyshadi. U sabr emas u. Bu xorlik, harom. Kofirlar, zolimlarni xorlashi, zulmiga chidashlik harom, joiz emas. Mo'min kishi xorlanadigan yerda turishi joiz emas, harom bo'ladi. Sabr degani diningizga amal qilgan holatda, dinga da'vat qilgan holatda, dinga yashagan holatda chidamoq degani.
Endi savol keladiki, shayxning gaplari nihoyatda chiroyli. Hammamiz bilgan narsalar. Lekin dalil bo'lishi kerak. Bizning dinimiz shunchalik bir mukammal dinki, har bittasining dalili bor. Dalilsiz narsa yo'q. Bizning dinimiz shunday bir din. Har bittasining dalili bor va har bitta narsani biz dalili bilan o'rganishligimiz kerak. Dalili bo'lmagan narsani qabul qilmaymiz. Kim gapirsin, dalil bo'lmasa qabul qilmaymiz. Shuning uchun shayx aytayaptiki, va dalilu qawluhu ta'ala. Dalil Alloh taolaning mana bu so'zidir. Ya'ni Asr surasi. Wal asr innal insana la fi khusr illa allazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. Asrga qasam deyapti Alloh taolo. Albatta inson zarardadir, lekin iymon keltirganlar va solih amallar qilganlar, bir-birini haqqa tavsiya qilganlar va bir-birini sabrga tavsiya qilganlar boshqa deyapti, mustasno deyapti. Ya'ni shu 4 ta amalni qilgandan boshqalar albatta zarardadir deyapti Alloh taolo. Qarang, birinchi oyatda Alloh taolo asrga qasam ichdi. Asr nima? Buni bir necha tafsirlari bor. Men sizlarga muxtasar aytaman. Asrdan maqsad 100 yil. 100 yilga qasam ichyapti Alloh taolo. Nimaga? Chunki 100 yil bir insonning hayoti. Va 100 yil bir jamiyatni o'zgartiradigan zamon. Mana bir inson tug'iladi, hozir bizning zamonimizda o'rtacha 60 yil yashayapti, mana 100 yil yashasin. Qarang, bir insonning hayotidir. Shuning uchun Alloh taolo 100 yilga qasam ichyapti. Demak, har bitta inson bu asrning ichida o'zini isloh qilishlik kerak. Mukammal inson bo'lib yashasin va o'tsin. Bu bir. Va yana asr 100 yil butun ijtimoiga ta'sir qiladigan narsa. Masalan, hozir 2013-yilda yashayapmiz. To'g'rimi? Shuni 100 da olib tashlang. 1913-yil. Ayni oliy revolyutsiyalar bo'lgan kommunistlar Buxoroni rasvo qilyapti turgan vaqtlar. Qattiq jihad bo'lyapti turgan vaqtlar. Yana 100 yil orqaga qaytadigan bo'lsangiz 1813-yillar. Bu vaqtlarda Buxoroning ko'chalarida soqolsiz erkakni ko'rmasingiz. Yuzi ochiq xotinni ko'rmasingiz. 200 yil oldin. Hozir mana 200 yil keyin soqolli erkakni ko'rmayapsiz. O'rta Osiyoda va yuzi berk bo'lgan xotinni ko'rmayapsiz. Qarang, 2 asr o'zgarishlik bilan insonlar qanchalik o'zgarib ketdi. Shuning uchun Alloh taolo val asr deyapti. Nima 100 yil jamiyatni o'zgartirib olar ekan. Demakki biz shu katta himmat qilishligimiz kerak, niyat qilishligimiz kerak, harakat qilishligimiz kerakki, biz bu 100 yil ichida shu hayotimizda, jamoat bo'lgan shaklimizda ijtimoiy, dunyoni holatini o'zgartirib olishimiz mumkin. Payg'ambarimiz alayhisalomga o'xshab, sahobalarga o'xshab. Va ulardan keyin ularga ergashgan Alloh do'stlariga o'xshab shuni qilishimiz mumkin. Asrda yana bitta tafsiri asr namozi. Asr namozi namozlarning eng afzalidir. Alloh taolo Qur'onda aytayapti: "Hafizu ala salavati va salatil wusta." Butun namozlarni muhofaza qilinglar va o'rta namoz deyapti. O'rta namozdan maqsad asr namozidir. Yana val asrda 3-tafsiri asr namozining vaqti. O'sha asr namozining vaqti shomgacha, quyosh botgungacha. Shu vaqtga Alloh taolo qasam ichyapti. Nimaga? Birinchidan, shu vaqtda odam alayhisalom yaratildi, asrdan keyin. Jannatga kirgizildi. Xato qilib jannatdan chiqdilar. Hammasi asr vaqtida bo'ldi. Ya'ni oxirat vaqtiga ko'ra. Tushundingizmi? Oxirat vaqtiga ko'ra qisqa bir vaqt, dunyoga ko'ra uzun bir vaqt. Alloh taolo shuning uchun asrga qasam ichyaptiki, ey insonlar, shu asr vaqtida sizlarning bobolaringiz Odam alayhisalomni men yaratdim, shunchalik aziz qildim, jannatga kirgizdim, xato qildi, jannatdan chiqardim. Ehtiyot bo'linglar. Shu xatoni sizlar qilmanglar. Ehtiyot bo'linglar. Asr zamoniga qasam ichganining yana bitta hikmati, asr namozida farishtalar o'zgaradi. Kunduzgi farishtalar Alloh huzuriga ko'tarilib ketadi, kechasidagi farishtalar asrdan keyin keladi. Kuniga 2 mahal o'zgaradi. Asrda va bomdodda. Shuning uchun Alloh taolo asr vaqtiga qasam ichyapti. Asr vaqtiga qasam ichganligining yana bitta sababi Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, biz bilan o'tgan ummatlarning zamon e'tiboridagi misoli
asrgacha va asrdan keyingi bo'lgan vaqtni misolidir dedilar. O'tgan ummatlar, ya'ni Muhammad alayhisalomdan oldingi o'tgan butun insoniyatning tarixi go'yoki bir kunning asrigacha. Muhammad alayhisalom bilan qiyomat o'rtasi asrdan shomgacha bo'lgan vaqtga o'xshaydi. Qarang, asrda hikmatlari ko'p. Asr degani bitta tafsiri asru saada, saodat asri. Payg'ambarimiz alayhisalomning asridir. Alloh taolo payg'ambarimizning zamoniga qasam ichyaptiki, sizlar ham o'sha asrni tiklanglar. O'zlaringizni asrlaringizni, o'zlaringiz zamonlaringizni Muhammad alayhisalomning zamoniga o'xshatinglar. Insoniyat tarixidagi eng go'zal, eng mukammal, eng saodatli asr Muhammad alayhisalomning asridir. Bundan oldin ham o'tmagan bunday asr, bundan keyin ham kelmaydi. Butun insoniyat tarixidagi eng mukammal, eng go'zal asr Muhammad alayhisalomning asri. Shuning uchun biz unga ergashligimiz kerak. Kofirlar masala qilsa ta'sirlanmaydi. Orqaga qaytib ketma, bo'lishi mumkin emas. 14 asr orqaga qaytib ketamizmi deydi. Tarixda o'tmagan unaqangi asr. Butun insonlar to'planib, butun kofirlar ham islomni qabul qilib, biz o'zimizning asrimiz ham hamma mana islomni qabul qildi. Hammamiz bir fikr bo'lamiz. Shu o'zimizning asrimizni payg'ambarimiz alayhisalomning asri bilan bir xil qilaversa qilisha olmaydi. Endi bunday fitna, janjal, to'polon bo'lgan holatda qo'ying endi. Insonlar taraqqiyotga emas, tanazzulga qarab ketyapti, orqaga qarab ketyapti. Alloh taolo val asr deb qarang, ikki kalima, va va asr. Asrga qasam ichib, shuncha ilm, shuncha ma'lumotga qasam ichyapti. Shunchalik buyuk narsalarga qasam ichib aytayaptiki, inna albatta inson lafi xusur, albatta zarardadir deyapti. Bunchalik buyuk narsalarga qasam ichgandan keyin aslida siz boshqa bir xushxabar kutasiz. Lekin Alloh taolo qo'rqityapti, inson zarardadir deyapti. Butun insonlar zararda. Insonning zarardaligini 3 ta ta'kid bilan zikr qilyapti. Biri qasam, ikkinchisi inna, uchinchisi la. Lafidagi. Uchalasi ham ta'kid. 3 marta ta'kidlab turatyaptiki, inson albatta zarardadir deyapti. Endi biz qo'rqishligimiz kerak, titrashligimiz kerak. Shu inson, biz ham insonmiz. Bu yerda fi kelyapti, qarang, fi xusur deyapti. Zararni ichida deyapti. Xuddi masalan, al-insanu fil bahr degandek. Inson dengizda desa qanday tushunasiz? Hamma taraf suv. Zarardasiz, hamma tarafi zarar. Faxru Rozi aytadiki, men shu oyatni tushunmadim deydi. Bizga o'xshab tushundi albatta. Bizdan ko'ra 100 barobar chuqur tushundi-yu, lekin Alloh aytayaptiki, butun insonlar zararning ichida. Har bitta sekundimizni 10dan biri, 100dan biri zararda o'tyapti. Oyat shuni ko'rsatyapti. Bu qanday bo'lishi mumkin? Buni misoli qanday? Deb men to'liq tushuna olmadim buni. Men tasavvur qila olmadim. Doim axtarib tekshirib yuribman. Bir kuni bozorda ketyapman, yoz vaqti. Qarasam, bir odam muz sotyapti. Endi u vaqtlarda yerlarda kovlashib, muzlarni saqlaydi, bozorga olib chiqadi, issiq. Zotan issiq bo'lmasa muz o'tmaydi-ku. U vaqtda mana muzlatadigan asboblar yo'q. Muzlarni qo'liga olgan, bozordan o'tgan har bir odamga muzni uzatib, birodarlarim, azizlarim, muzdoriylar erib ketyapti. Zararga botyapman, bola chaqam bor. Bunga masraf qilganman, xarajat qilganman, iltimos, muzni oylar deb yalinyapti. Haliginimday ko'rib turib, shu oyatni tushundim. Innal insana lafi xusur. Inson zararda. Qarang, muz eriyapti-ku. To'xtamaydi-ku. Zararda. Zarar qilyapsiz. Bir yil mehnat qilgansiz, bola chaqangiz bor. Xarajatingiz bor. Yalinyapti. Birodarlar, zarar qilyapman. Ya'ni Faxru Rozi aytdiki, har bitta insonning holati mana shu. Alloh aytayapti, buni sen zarardasan deyapti. Xotining zarar, bolang zarar, do'sting zarar, vataning zarar, puling zarar, hamma narsa senga zarar. Ko'zing zarar, quloqing zarar, hamma narsa senga zarar. Lekin zarardan chiqish yo'li bor. Shu illodan keyingina qilsangiz zarardan qutulasiz. Bo'lmasam zarardasiz. Buni bilib qo'ying. Qattiq qo'rqishligimiz kerak. Agar shu illosi bo'lmaganda edi, Val Asr surasi shu 2 ta oyat bilan bitsa, hech kim e'tiroz qila olmas edi Alloh taolaga. Hech kim najot topmas edi. Lekin Allohning marhamatiga illa deyapti. Lekin allazina amanu iymon keltirganlar. Iymon, qarang. Aqidani to'g'rilashlik va ilm, maqsad ilmdir. Va amilus solihati solih amal qilganlar. Qarang, go'zal amallar. Amal bu.
Va tavaso bil haqqi, haqqa bir-birini vasiyat qilganlar, ya'ni da'vat bo'ldi. Va tavaso bis sabr, sabrga bir-birini tavsiya qilganlar, mana sabr bo'ldi. Mana 4 ta masala sobit bo'ldi. Bu Asr surasida. Alloh taolo aytayapti, inson zarardan qutulishligi uchun shu 4 ta narsani qilishlik kerak. Faqat ilm bo'lsa najot topmaysiz. Ilm bo'lsa, amal bo'lsa, boshqa ikkitasi bo'lmasa najot topmaysiz. Ilm bor, amal bor, da'vat bor, sabr yo'q, najot topmaysiz. Ko'p ko'ryapmiz mana. Ilm o'rganadi, amal qiladi, nihoyatda taqvodor, da'vatchi, sal boshiga bir musibat kelsa, meylisi sal qovog'ini solib qo'ysa, hamma narsani tashlab, fosiq bo'lib ketyapti. Sabr qilishlik kerak, istiqomat qilishlik kerak, oxirgi nafasingizgacha. Mana shu 4 ta narsani qilasiz, keyin najot topasiz. Bo'lmasa najot topmaysiz. Ilm bo'lmasa qolgan 3 tasi bo'lsin, foydasi yo'q. Ilm bo'lmasa. Qarang, Alloh taolo buni 3 ta ta'kiddan gapiryapti. Shuning uchun bu 4 ta masalani mahkam ushlashligimiz kerak. Shuning uchun shayx aytayaptiki, ustimizga, hammamizga shu 4 ta masalani o'rganishlik vojib bo'ladi, farz bo'ladi, deyapti. Vojibdan maqsad farz. Endi shu 4 ta masalani ham siz infirodiy tafsir qilasiz va ijtimoiy tafsir qilasiz. Infirodiy degani har bitta insonni isloh qilishlik uchun, tuzatishlik uchun shu 4 ta masala lozim. Va jamiyatni tuzatishlik uchun ham 4 ta masala lozim. Butun insonlarga ilm o'rgatishligimiz kerak. Ilm o'rgansin. Solih amallarga targ'ib berishligimiz kerak. Solih amal qilsin. Keyin da'vat qilsin. Ana undan keyin shu 3 ta narsa bo'lsa, Rus bilan Amerika tarafdan sizga balolar kelaveradi. Sizni yo'qotishlik uchun. Bunda sabr qilasiz. Sabr qilasiz, Alloh taolo sizni zarardan chiqaradi. G'olib qiladi, sahobalarni g'olib qilgandek. Qala Shafi'i rahimahullohu ta'ala. Imom Shafi'i rahimahulloh aytdilarki, "Law ma anzalallohu hujjatan ala xalqihi." Agar Alloh taolo maxluqlarga hujjat nozil qilmaganda edi, illa hazi surata, lekin faqatgina shu surani nozil qilsa, lakafathum, bu sura butun maxluqlarga kifoya qilgan bo'lardi, deyaptilar. Imom Shafi'i kim? Imom Shafi'i u kishi kunyalari Abu Abdullah. Abdullohning otasi. Muhammad ibn Idris. Ismi Muhammad, dadasining ismi Idris. Bu kishi Falastinda G'azzada 150-yilda tug'ilganlar. 204-yilda Misrda vafot qilganlar. Ahli sunnaning eng buyuk olimlaridan, salaf ulamolaridan, ya'ni tabi'at tobi'in. Ustozlari nihoyatda ko'p. Ustozlarining ichida Abu Yusufdan Imom Muhammad ham bor. Imom Shafi'i Abu Hanifaning shogirdlarida o'qigan. Abu Yusufda ham o'qigan, Imom Muhammadda ham o'qigan. Va Imom Shafi'i aytadiki, men Imom Muhammaddek olimni ko'rmadim, deydi. Abu Hanifaning shogirdini aytayapti. Ustozlarim ichida eng aqllisi Imom Muhammad edi, deydi. Va arabchasi shu darajada mukammal ediki, men unaqangi arabchani mukammal biladigan ustozni ko'rmadim, deydi. Va Imom Muhammad Abu Hanifaning shogirdini aytayapti. Qur'on o'qiganda shunday ta'sirlanadiki, go'yoki hozir nozil bo'lyapti turgandek. Shunday o'qir edi, deydi. Endi bundan nima ma'lum bo'lyapti? Imomlarning bir-biriga hurmati. Qarang, Imom Shafi'i Abu Hanifaning shogirdlari qancha maqtayapti. Hozirgi Shafi'larchi? Abu Hanifa kim deydi? Hanafilar Imom Shafi'i kim deydi? So'kishoradi bir-birini. Bu durust emas, bu harom bu. Olimga til tegishga haqqing yo'q. Butun ulamolar bizning ustozimiz, hammasi. Ahli sunna va jamoatmi? Hanafi bo'lsa ham, Shofiy bo'lsa ham, Maliki bo'lsa ham, Hanbali bo'lsa ham, kim bo'lsa bo'lsin, hammasi bizning ustozimiz. Hammasini hurmat qilamiz. Birortasiga til tegishga haqqing yo'q. Harom bo'ladi, harom bo'ladi, harom bo'ladi. O'zingga eng katta zulm qilgan bo'lasan. Agar birorta imomga til uzatadigan bo'lsang, birorta olimga hurmatsizlik qiladigan bo'lsang, butun ulamolarni hurmat qilishligimiz kerak. Insonlarning ko'pchiligi aytadiki, Imom Shofiy, Shofiylarning imomi deydi. Yolg'on gapiryapti. Hammamiz imomimiz. Butun ahli sunna va jamoatning imomi. Imom Shofiy butun musulmonlarning imomi. Imom Shofiy butun insoniyatning imomi. Biz imomlarimizning qadr qiymatini bilaylik. Faqat biz emas, Amerika, Rus hammasi bu kishilarga ergashishlik kerak. Bu kishilarning gapini olishlik kerak. Nimaga biz Putinni, Obamani gapini ko'tarib yuramiz? Kim ular? Uning gapini nima qadr qiymati bor? Imom Shofiyning gapini ko'tarib yuring. Abu Hanifanikini, Ahmad bin Hanbal, Imom Malik ularning gapini gapirib yuring. Bu Yahud nasroniylar tomonidan kelgan fitnaki, hozirgi musulmonlarning johilligidan foydalanib,
Shu imomlarimizni so'kishga o'rgatyapti biz. Abu Hanifani so'k, Imom Shofiyni so'k, Ibn Taymiyani, Buxoriyni, Imom Malikni, Ahmad bin Hanbalni so'kishdan boshqa ishlari yo'q. Durust emas bu. Imom Shofiy mana Val Asr surasining fazilatini aytayaptilar. Shayx Val Asr surasining fazilatini aytayaptilarki, demak biz Val Asr surasini ayni shaklda yodlab, tafsiri ham esimizdan chiqmasin, doim esimizda tursin. Sahobalar qachon to'plansa, tarqalib ketishdan oldin Val Asrni o'qirdilar. Bir-biriga bir nasihat qilardi. Ya'ni 4 ta amalda mahkam ushlaylik deb. Imom Shofiy bu suraga juda katta baho beryaptilar. Agar butun Qur'onning ichidan faqatgina Val Asr nozil bo'lsa va butun mahluqlar bu surani tushunsa, ularga kifoya qiladi. Bu degani boshqa sura kerak emas degani emas. Kerak ular ham. Lekin Val Asr shunday bir suraki haqiqatan butun masalani o'zini ichiga oladi. 4 ta masala go'za hammasi. Ilm deganiga butun turi kiradi, amalda hammasi kiradi, tahorat, namoz, jihad, siyosat, hukumat, da'vat, keyin mana sabr qilishlik, istiqomat. Va qala al-Buxoriy rahimahullohu ta'ala. Imom Buxoriy rahimahulloh aytdilar. Imom Buxoriy kim? Bu kishi ham Abu Abdullah Muhammad ibn Ismoil. Ismlari Muhammad. Dadasining oti Ismoildir. Qarang, Imom Shofiyning oti Muhammad. Imom Buxoriyning oti Muhammad. Abu Hanifaning eng katta shogirdining oti Muhammad. Hozirgi musulmonlar nima deydi? Bolangga Muhammad degan ot qo'ymagin deydi. Joiz emas deydi. Imomlarimizning ko'pchiligi oti Muhammad-ku. Nimaga senga joiz emas? Joiz. Ba'zilatadiki, yo'q qo'shimchasi bo'lsin, Muhammad Amin, Muhammad Siddiq bo'lsin deydi. Yolg'on gapirishyapti. Bo'laveradi. Payg'ambar ismini qo'ysa nimasi yomon? Imom Buxoriy 194-yilda Shavvolda Buxoroda tug'ildilar. Otasi vafot qilgan edi. Onasining qo'lida yetim holatda katta bo'ldilar. Va 256-yilda Buxoro bilan Samarqand o'rtasida Hartangda vafot qildilar. Vatanidan quvilgan holatda. Ramazonda vahshiylik qilishib bu kishini vatandan haydab oldilar. Qani 60 dan oshgan insoniyat tarixida eng katta muhaddisni shunday xorlashdi. O'zlariga zulm qilishdi. Bilasizlar, bu kishi Amirul Mu'minin fil hadis. Hadisda mu'minlarda amiri. Bu kishining hadisda yozgan kitoblari hadis bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Islomiy kitoblar ichida ikkinchi o'rinda turadi. Ya'ni Qur'ondan keyin. Nihoyatda taqvoli, nihoyatda bir katta olim bo'lganlar. Mujtahidi mutlaq bo'lganlar. Avvaliga albatta Hanafi bo'lganlar, chunki Buxoroda Hanafi mazhab bor edi. Madrasalarda Hanafi mazhab o'qitilar edi. Hanafi mazhabini o'rganib o'qidilar. Buxoroda butun ilmlarni bitirib, keyin safar qilib, butun dunyodan ilm to'pladilar. Butun dunyoni ilmini hosil qildi. Shu kishi aytayaptilar o'zlarini sahihlarida. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Bob. Kitobul ilm deb ilm uchun bir kitob qoyim qilganlar. Shunda bir bob kelyaptiki, ilm so'z va amaldan oldindir. Qarang, bir gapni gapirishdan oldin shuni hukmini, ilmini o'rganishimiz kerak. Bir amalni qilishdan oldin shuni hukmini, ilmini o'rganishligimiz kerak. Keyin gapirsak, keyin amal qilsak bo'ladi. Va dalilu qawluhu ta'ala. Va dalil Alloh taolaning Muhammad surasi 19-oyatda kelgan so'zidir. Fa'lam, bilginki, annahu la ilaha illalloh va astaghfir li zambik. Bilginki ey Muhammad, albatta Allohdan boshqa haq ma'bud yo'qdir va gunohing uchun istig'for ayt. Shayx i'lam deb boshladi-ku, mana oyatda qarang, fa'lam deyapti Alloh taolo. Qur'onga ergashib i'lam deyapti. Alloh taolo ilmga buyuryapti mana, i'lam deyapti. Fabada bil ilmi qabla al qawli va amali. Imom Buxoriy aytayaptiki, qaranglar, Alloh taolo so'z va amaldan oldin ilm bilan boshladi deyapti. Mana Buxoriy aytayapti buni. Biz oyatdan men ijtihod qilganim yo'q. Imom Buxoriy aytayapti. Butun ulamolar Imom Buxoriyning fikrini qo'llab-quvvatlayaptilar. Mana endi odamlar so'raydi. Ilm o'rgangansiz, bu zamonda ilm zamoni emas, jihod zamoni, yo siyosat zamoni, xalifa tiklashlik zamoni, da'vat zamoni, iqtisod zamoni, ilm o'qiydigan zamon emas deydi. Yolg'on gapiryapsan. Alloh taolo aytayapti, fa'lam deyapti, bil deyapti. Imom Buxoriy aytayaptilar, ilm hamma narsadan oldin deyapti. Shu jihoddan ham oldin, namozdan ham oldin, ro'zadan ham, hajdan ham,
tijoratdan ham hammasidan oldindir ilm. Ilm bo'lmasa amaling bekor bo'ladi. Alloh qabul qilmaydi. Hattoki qarang, oyatda dalilni shunday kuchli keltiryaptiki, ilm tavhiddan ham oldin bo'lyapti. Fa'lam annahu la ilaha illalloh. Allohdan boshqa haq ma'bud yo'qligini bilgin deyapti. Qarang, ilm tavhiddan oldin bo'lyapti. Aniqda u. Tavhidni o'qimagan, aqidani o'qimagan odam qayerdan biladi u? Ha? Ilmini hosil qilmasa, u tavhidni, aqidani qayerdan biladi? Endi tavhiddan, la ilaha illallohdan oldin bo'lsa ilm. Bo'ldi, endi siz jihodni yoki xalifalikni yo tablig'ni yo tijoratni oldiga qo'yishligingiz botildir. Ammo bu degani u degani emaski, o'sha madrasaga bir hujraga kirib ol, 10 yillab chiqma, hech narsa bilan ishing bo'lmasin degani emas. Ilm sizga har bitta amalni o'zini vaqtida qilishlikka buyuradi. Ilm o'qidingizmi, aqidani tuzat deydi, namozingni o'zini vaqtida o'qi, jihod farz bo'lganda jihod qil deydi, da'vat qilish kerak bo'lganda da'vat qil deydi. Bu ilmga amal qilasiz. Va gunohing uchun istig'for ayt deyapti. Bu ummatga ta'lim bo'lsin deb. Chunki payg'ambarimizda gunoh yo'q. U kishini gunohlari kechirilgan. Buni ba'zi bir qalbi buzuq kishilar yoki ilmi noqis kishilar, demakki payg'ambarning gunohi bor ekan deydi. Yo'q. Payg'ambarlarning gunohlari kechirilgan. Katta gunoh ham, kichkina gunoh ham yo'q ularda. Shuning uchun gunohingiz istig'for aytgin degani payg'ambarimizga nisbatan o'sha kichkina xatolar sodir bo'ladi, buning uchun istig'for ayt. Allohdan kechirim so'ra degani va bu ummatga bo'lyaptiki, ey ummat, sizlar Allohdan boshqa haq ma'bud yo'qligini bilinglar, tavhidni bilinglar, Allohdan boshqa butun ilohlarni, butlarni rad qilinglar va gunohlaringizga istig'for aytinglar, gunohkorsizlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizga bu ilmlarni manfaatli qilsin.